Assalomu alaykum hammaga. Siz bilan bugun grant topish uchun eng yaxshi, eng tavsiya qilinadigan va eng ko'p o'quvchilar tomonidan ishlatiladigan bir nechta veb-saytlarni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalga obuna bo'lib qo'yish hamda albatta videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Xo'p, birinchi navbatda bugun biz scholarships.com saytidan boshlaymiz. Bu ayniqsa o'sha Amerikaga, AQShga va bundan tashqari Kanada va shunga o'xshagan ingliz tilida ta'lim olib boriladigan davlatlardagi universitetlarga grant programmalari, grant dasturlarini topish uchun mo'ljallangan veb-sayt. Xo'p, bu yoqda birinchi kirganingizda ba'zi revyular, shuningdek aynan mana shu saytdan foydalanib grant yutgan o'quvchilar, qanaqa scholarship programmalari bor, dasturlari bor, shular haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan, lekin sizga kerakli bo'lgan qismi mana bu yoqda sign up qilganingizdan keyin bo'ladi. Sign up degani ya'ni siz akkaunt ochishingiz kerak. Xo'p, mana bu yoqda emailningizni kiritganingizdan keyin sizdan ba'zi savollarni so'rab oladi. Ko'pchiligingiz menimcha high school studentsiz va bundan tashqari siz boshqa variantlarni ham tanlash imkoniyatingiz bor. Undergraduate student bu masalan siz bakalavriat o'qiyotgan bo'lsangiz. Graduate student bo'ladi agar siz magistraturada o'qiyotgan bo'lsangiz. Xo'p, trade tech career student bu o'sha kasbiy ta'lim olayotgan inson bo'lsangiz. Yoki not currently enrolled or non-traditional student. Qaysidir ma'noda homeschooling olingan yoki masalan high school ham bitirilmagan, har xil sabablar tufayli formal education ya'ni rasmiy ta'lim olmagan insonlar uchun bu kategoriyaga siz kirmasangiz kerak. Xo'p, high school qachon bitirasiz? Men endi high schoolni tanlaganim uchun shunaqa chiqdi. Freshman, sophomore, junior, senior bu endi 9, 10, 11, 12 sinfga nisbat qilib hisoblangan. Juda ham ko'p davlatlarda bilasiz 12 yillik ta'lim. Bizda 11 yillik bo'lgani uchun senior sifatida biz 11 sinf olamiz. Masalan, siz hozir 11 sinf bo'lsangiz, 11 sinf bitirayotgan bo'lsangiz, class of 2025 tanlaysiz. Lekin masalan 10 sinf bo'lsangiz, siz class of 2026 tanlaysiz. Ya'ni 10 sinf bitirib 11 ga o'tayotgan bo'lsangiz. Aktual hozir aynan 10 sinf bitiruvchilari, ayniqsa o'sha Amerika mavzusi bu yoqda nazarda tutilganda, aynan mana shu o'quvchilarimizni hozir aynan vaqti topshiradigan vaqti, chunki 2026-yil kuz uchun 2025-yil avgust va kuzdan boshlab topshiriladi. Xo'p, bu o'quvchilarda ko'proq grant topish imkoniyati bor. Age based. Bu yoqqa siz masalan yilingizni kiritishingiz mumkin. Hozir bizda 10 sinflar deylik 2008 randomniy birorta vaqtni kiritdim. Communication sizga kerakli bo'lgan emaillar va hokazo jo'natish kerakmi yo'qmi? Agar juda ham ko'p email qabul qilishni xohlamasangiz, bu narsani belgilamasa ham bo'ladi. Lekin majburiy ekan. Bu majburiy ekan. Sign up qilganingizdan keyin, ya'ni hamma savollarga javob berib, mana shu saytda o'z kabinetingizni ochganingizdan so'ng, ya'ni o'z akkauntingizni yaratganingizdan so'ng, sizni tanlovlaringizga ko'ra bir qancha scholarship imkoniyatlarini chiqarib beradi. Endi meni o'zimni avvaldan akkauntim bor edi, 24 ta scholarship imkoniyati chiqarib beryapti. Deadline'lari ko'rib turganingizdek 31-maygacha, shuningdek 15-iyun, 6-iyun, 20-iyul va u yog'i davom etadigan scholarship programmalari dasturlari bor. Bitta narsani aytib ketishim kerak, mana shunaqa grant dasturlarini topsa bo'ladigan veb-saytlarga kirganingizda No Essay Scholarship yoki Easy Scholarship va hokazo degan grantlardan ehtiyot bo'ling, ularga topshirib o'tirmang. Chunki bunaqa scholarshiplar ko'pincha omadga bog'liq bo'ladi, qanaqadir lotereyaga o'xshagan narsa bo'ladi va bu shunchaki sizni elektron pochtangizni olib sizga qanaqadir takliflar yuborish uchun qilingan tuzoq bo'lishi mumkin. Shuning uchun No Essay yoki Easy Scholarships degan narsalarga qiziqmang. Har bitta o'sha valuable, ya'ni haqiqatda masalan yutish imkoniyati akademik tarafdan yutish mumkin bo'lgan grantlarda essay bo'ladi, ya'ni yozadigan insholar bo'ladi, shuningdek ba'zi sizdan kerak bo'ladigan muhim sertifikatlar va qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa narsalarga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu yerda sponsor scholarships bor, ya'ni qaysidir veb-saytlar tashkilotlar tomonidan homiylik qilinadigan traditional scholarships
va bu yoqda demak men o'zim xalqaro talaba sifatida tanlaganim uchun xalqaro talabalarga mos bo'lgan grant dasturlari ko'rsatilgan. Talabalar qismi bor. Siz masalan bu yoqda nafaqat grant dasturlarini, balki o'sha universitetlar haqida ham ma'lumot topishingiz mumkin va calculators bo'ladi. Kirganingizdan keyin qanaqa xarajatlaringiz bo'lishi mumkin, tuition fee, kontraktlar qanaqa bo'ladi va college search o'ziga mos bo'lgan universitetlarni topib olish uchun. Lekin men universitetlarni qidirish uchun bu saytni tavsiya qilmayman. Universitet topish uchun boshqa saytlar ham bor. Masalan niche.com bu shunchaki topish uchun, ana to'liqroq ma'lumot uchun baribir universitetda o'zini veb-saytidan kirib topasiz. Yoki hozir siz bilan ko'radigan o'sha Capex, ya'ni Apply bu yoqdan ham topsak bo'ladi. Student loans bu bizga taalluqli emas, ya'ni xalqaro talabalarga bu o'sha AQSh fuqarolariga ta'lim kreditlari beriladi. Bizdagi ta'lim kreditlari kabi. Bu narsa sizni chalg'itishi kerak emas. Ota-onalar uchun va o'qituvchilar uchun qismlar bor. Sizga faqat student qismi kerak bo'ladi. Va bu yoqda demak siz agar scholarship o'zingiz bermoqchi bo'lsangiz qachondir mana shu qismni ishlatsangiz bo'ladi. Bularning har bittasiga kirib ko'rib, batafsilroq ma'lumot olish mumkin. Masalan, biz mana bunga kirib ko'ramiz, $100,000 nimaga? Xo'p, chunki bitta odamga beriladi, major tanlashingiz kerak. Ya'ni siz o'z sohangizni tanlashingiz kerak. Bundan tashqari maktabda hozir nechinchi yildasiz va yoshingiz bunga ta'sir qilar ekan natijalariga va bu yoqda ma'lumotlar berilgan. Kontakt ma'lumotlari ham, ya'ni kim bu scholarship bilan sizni ta'minlamoqchi, ularga ham murojaat qilib qanaqadir savollaringiz bo'lsa so'rasangiz bo'ladi. Bu bizda scholarships.com sayti edi. Endi keyingi veb-saytlarimizga o'tamiz. Hozir biz siz bilan gaplashishimiz kerak bo'lgan ikkinchi veb-saytimiz Scholarships Portal. Bu veb-sayt Yevropaga topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga grant dasturlarini topishga yordam beradi. Biz hozir home page'damiz, ya'ni asosiy sahifada. Bu yoqda deyarli hech narsa yo'q. Sizga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan qanaqadir artikellar va o'sha demak sayt yaratuvchilari, bosh ofisi, kontakt ma'lumotlaridan tashqari sizga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar yo'q. Asosiy narsa siz grantlarni yana qayerdan topasiz? Mana bu yoqda find qismi orqali. Bu veb-sayt orqali to'g'ridan-to'g'ri grantlarga hujjat topshirilmaydi, balki qaysi ma'noda veb-sayt sizga o'rgatadi, qanday topshirishni, bu haqda har xil maqolalar bor va hajratib o'qib o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Bizda mana bu xaritada esa Yevropadagi mana shu sayt orqali topish mumkin bo'lgan hamma davlatlarda grant dasturlari haqida ma'lumotlar. Bu yerda endi Qozog'iston ham kiritilgan. Xo'p, sizga deylik Germaniya universitetlari qiziq bo'lsa, bu yoqda ma'lumotlar bor. Ya'ni qanaqa turdagi grantlar mavjud va bunga qanaqa turdagi o'quvchilar layoqatli, ya'ni olish uchun imkoniyatga ega. Darajalar, muddatlar va batafsilroq ma'lumot. Bu yoqda aynan sayt linklari berilmagan ekan Germaniya uchun, lekin masalan sizga UK qiziq bo'lsa, ya'ni Buyuk Britaniya qiziq bo'lsa, bu yoqda bitta sayt berilgan. Ya'ni qayerdan to'liqroq ma'lumot olsa bo'ladi grantlar haqida. Fransiyada esa bizda variantlar ko'proq edi. Universal Public Scholarships, ya'ni umumiy o'sha davlat scholarshiplari, public deganda shuni nazarda tutiladi. Merit based, need based. Merit based nimaligini bilsangiz kerak. Bu sizni aynan akademik natijalaringiz va siz qilgan ishlar, siz erishgan yutuqlarga asosan beriladigan grantlar. Need based esa oilaviy sharoitdan kelib chiqib, universitetda kontrakt summasidan kelib chiqib sizga berilishi mumkin bo'lgan grantlar. Endi biz xalqaro talaba sifatida ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak merit based scholarshipsga. Nimaga? Chunki need based scholarships ko'pincha o'sha davlatda o'zini fuqarolariga beriladi. O'sha ichki demak ta'limni rivojlantirish, kuchaytirish maqsadida. Yevropadagi juda hamma davlatdan bor demaymiz, lekin bu yoqda xaritada ko'rishingiz mumkin. Faqat mana bu yoqdagi Rossiya, Ukraina, Belarusdan tashqari hamma davlatda ko'rsatyapti. Bundan tashqari bu yoqda siz nafaqat ma'lumot topasiz, balki topshirish haqida ham ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu yoqda qanday topshiriladi, nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa hujjatlar taxlash kerak, mana bu yoqda to'liq sizga ro'yxat shaklida berilyapti va qanaqa bo'ladi yozilishi, bu uchun samples,
ya'ni sizga manbalar berilgan, qanaqa yozilishi kerak. Bu shu jihatdan juda ham foydali veb-sayt. Yevropaga topshirayotgan o'quvchilarimiz bo'lsa, standardized tests, masalan, o'sha siz bilan biz biladigan SAT imtihoni ham standartlashtirilgan testlardan biri hisoblanadi. O'zi bunaqa testlar faqat SAT emas, masalan, butun dunyo bo'yicha ko'p sonli standartlashtirilgan testlar bor. Bular til bilishlik darajasini o'lchaydigan testlar emas, balki aynan standart testlar. Ya'ni bitiruvchi o'quvchilarni sinash maqsadida tuziladigan testlar. Xo'p, bular haqida ham bir qancha tavsiyalar va juda ham ko'p scholarshiplarda o'quvchilar yoki o'sha universitetga topshirayotganingizda ham intervyu so'ralishi mumkin. Aynan borish emas, balki Zoom meeting orqali, Google meeting orqali intervyu qilinishingiz mumkin universitet rahbariyati tomonidan, universitet qabul qo'mitasi tomonidan aniqroq qilib aytganda. Va aynan mana shu intervyuga qanaqa tayyorlanish bo'yicha ham bu veb-saytimizda bizda ma'lumotlar bor. Umuman xulosa qilib aytganda, Yevropaga topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun juda ham yaxshi veb-sayt. Siz sinab ko'rishingiz mumkin bo'lgan yana bitta veb-sayt bu scholarshipall.com. All bilasizlar nimaligini. Birinchi saytga kirganingizda sizda mana shunaqa interfeys bo'lishi mumkin. Bu yerda siz ma'lumotlaringizni kiritib, deylik qanaqadir. Xo'p, high school senior desak, field of study. Sana ko'pchilik hozir deylik psychology, scholarship turlari, dasturlarini qidirishingiz mumkin. Bu yerda ham account ochishingizdan so'ralyapti. Bu qismini men skip qilaraman. Chunki endi account ochish juda qiyin jarayon emas va bu yoqqa ma'lumotlarni to'g'ri kiritsangiz, sizda account ochiladi. Men esa to'g'ridan-to'g'ri o'zim accountimga o'tib ketaman. Xo'p, men avval ochgan accountim bor edi. Shunga hozir access oldim. Bu yerda menga bir qancha scholarshiplar imkoniyatlarni chiqarib beryapti. Miqdorlari ko'p emas. Bu o'sha aytganimdek Noessay yoki Easy va shunga o'xshagan scholarshiplardan ehtiyot bo'lasiz. Ularga vaqtingizni ketkazib o'tirmaysiz va endi ko'proq grantlarga harakat qiling 3-5 mingdan boshlab yog'iga. Chunki juda ham mayda-chuyda scholarshiplar bu yoqda ko'p. Xo'p, keyingi veb-sayt esa bizda apply.com. Apply o'zi aslida boshida Capex bo'lgan. Keyin esa nomi o'zgardi. Bu veb-saytda siz nafaqat grant dasturlarini topishingiz mumkin, balki o'sha universitetlar haqida ham batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Endi hamma saytlar kabi bu yerda ham akkaunt ochishingiz kerak bo'ladi. Qilishingiz mumkin bo'lgan ishlar mana bu yerda ko'rsatilgan virtual tur, ya'ni universitetlarni ko'rib chiqishingiz mumkin ichkaridan. Universitetda topishingiz mumkin. Bu yerda o'zingizga mos kriteriyalarni kiritgan holatda va bu yerda home page'da o'sha umuman saytda o'zining qaysidir ichki reklamasi bor. Biz esa to'g'ridan-to'g'ri akkauntga kiramiz. Xo'p, bu yoqda kirganingizdan keyin boshida mana shunaqa ko'rimsizgina interfeys bo'ladi, chunki hali hech narsa qo'shmagansiz. Xo'p, college list yaratishdan oldin o'zingiz haqingizda ba'zi ma'lumotlarni kiritib qo'yishingiz kerak. Bu yoqda my school is not listed varianti bormikan? Buni menimcha kiritish shart emas. Bitirsangiz albatta kiritiladi. Deylik 26-yil bitiryapsiz. 26-yil kuzda boshlamoqchisiz. Weighted GPA yo'q bizda. Ko'p maktablarda weighted GPA o'zi nima degani? Weighted GPA qaysidir fandagi baholar boshqa fanlardagi baholarga nisbatan og'irroq tosh bosishi, o'shanga nisbatan ahamiyatliroq bo'lishi weighted GPA hisoblanadi. Sinf bo'yicha siz nechinchi o'rindasiz? Ya'ni top 10, 25, 50 top 10 ni bosib qo'yaverasiz. Agar AP kurslari yoki qanaqadir honors bo'lmasa, buni no honors belgilab ketsangiz bo'ladi. Lekin honors deganda nima? Bu yutuqlar. Ya'ni har qanaqa yutuqlar, kontestlar, raqobatbardosh bo'lgan turnirlar. Bu sport, musiqa, demak, fanlar, fan yo'nalish bo'yicha bo'lishi mumkin. Deylik, sam honors biz bosib ketamiz. ACT bizda topshirilmaydi. ACT masalan yozishingiz mumkin. Deylik, sizda 1400. Siz masalan 600 yil, 200 yil olgansiz. Xo'p, pre-ACT degan narsa yo'q sizda.
o'zgarishlarni shunchaki saqlab qo'yishingiz mumkin. Ma'lumotlaringizni kiritganingizdan keyin sizga mos universitetlarni sekin-sekin chiqarib berishni boshlaydi va ular haqida siz ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Deylik, Purdue University'ga bizga o'xshagan talabalar kerak ekan. Bu yoqda Purdue University haqida ma'lumotlar, YouTube'dagi videolari, ular qilgan kontentlar, universitet haqidagi ma'lumot, umuman olganda o'sha bilishingiz mumkin bo'lgan qisqacha narsalar bor. Xo'p, kontrakt narxlarigacha kiritilgan. Bu lekin average cost after aid bu 100% kontrakt o'zi emas. Financial aid yoki need based scholarship olgan o'quvchilarni o'rtacha to'laydigan summasi degani bu. Va need based bo'layotgandek xalqaro talabalarga kamdan kam beriladi. Chunki masalan siz o'zingizni oilaviy daromadingizni ularga isbotlab berishingizda ozgina dokumentatsiyasida qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. O'rtacha SAT ballari, xo'p, va bu yoqda necha foiz yigitlar, necha foiz qizlar o'qiydi, shuningdek irqlar va shu haqda ba'zi ma'lumotlar bor. Agar sizga bu universitet yoqsa, ya'ni admission tarafdan, qabul jihatidan sizni o'zingiz imkoniyatlaringizni ham bu yoqda hisoblab berish varianti bor va qaysi platforma orqali topshirishingiz ham ko'rsatilyapti. College application, common application. Ko'pincha o'z Amerika universitetlariga common application orqali topshiriladi. Application fee $60. Ya'ni shuni to'lagan holatda hujjatlaringizni jo'natishingiz mumkin. Endi bu hujjatlaringizni ko'rib chiqish uchun zarur. Bu esa haqiqiy narx 1474 before aid, ya'ni hech qanaqa yordamsiz to'lanadigan summa va qanaqa yordamlar bor, qanaqa grant dasturlari bor, trustee, presidential scholarship, national merit va hokazo. Qanaqa grant programmalari mavjud? Aynan universitet o'ziniki yoki universitet bilan hamkorlikda qilingan. Bu yoqda yana batafsilroq ma'lumot topishingiz mumkin. Umuman olganda bu universitet agar sizga yoqsa, o'zingizni aniqingizga qo'shib qo'yishingiz mumkin, ya'ni ro'yxatingizga, listingizga. Endi men yana bitta boshqa universitetni ham qo'shib yubordim bexosdan. Xo'p. Keyin menda college list bor edi. Avval ba'zi universitetlarni qo'shgandim. Xo'p. Va bu yoqda universitetlar demak kiritilgan. Rich schools, target schools, likely schools. 3 xil turga ajratiladi. Bu nima degan? Rich schools bu kirish qiyin bo'lgan. Target schools kirish taxminan 50% tashkil qiladigan. Likely schools kirish ehtimoli 80% yoki undan baland bo'lgan universitetlarni tashkil etadi. Ya'ni bularga kirish qiyin emas va sizning natijangiz bilan ayniqsa deyarli 100% kirasiz degani. Mana bu yoqda panelda bossangiz sizga kerakli ma'lumotlar chiqadi. Bizga hozir scholarships ham kerak. Qanaqa scholarship programmalari bor? Masalan, sizga qanaqa miqdorda kerak deylik? Kamida $10,000 miqdorida kerak bo'lyapti. Renewable bo'lsa yaxshi, ya'ni har yil yangilanib turgani yaxshi. Gender shart emas, ethnicity shart emas. Grade level siz masalan hozir bitiruvchisiz. Xo'p, bu yo'q kerak emas. Aytgancha non-US citizen belgilab qo'ysangiz ham bo'ladi, ya'ni chunki siz fuqaro emassiz. Shunday qilib bu Apply veb-sayti. Bu yoqda siz universitetlar haqida ma'lumot topishingiz mumkin, o'zingizga mos scholarship programmalarini ham topishingiz mumkin. Lekin men o'zim qaysi veb-saytda ishlatishni tavsiya qilasiz deb so'raganingizda, men scholarship.com ni ko'proq tavsiya qilgan bo'lardim. Shuning uchun aynan mana shu veb-saytdan biz boshida boshladik. Hozir esa biz ko'rayotgan 4-veb-sayt bu va oxirida College Board, ya'ni o'sha SAT testlarini o'tkazadigan rasmiy tashkilot tomonidan Big Future degan loyihasi bor. Shundagi grant dasturlarini ham ko'rib chiqamiz. Bu yoqda College Board akkauntingiz bo'lishi kerak. Hamma saytda o'sha aytganimdek akkaunt bo'ladi va o'sha akkauntga kirib turib, masalan, o'ziga mos keladigan scholarship programmalarini topishingiz mumkin. Men o'z akkauntimda hozir bu yoqda sizga kerak bo'ladigan ikkita muhim narsa bu Plan for College, ya'ni college search qidirishingiz uchun college quiz endi kerak bo'ladigan bo'lsa va shuningdek majors directory agar o'z sohangizni tanlashga qiynaladigan bo'lsangiz, sohalar haqida ma'lumot olish uchun va pay for college, ya'ni qanaqa to'laysiz. Big Future o'zining scholarshiplari bor va umuman scholarship search qismi bor bizda.
topish uchun kategoriyalarga ham ajratsangiz bo'ladi. Lokatsiya masalan. Academic stage. Siz high school studentsiz, deylik 11-sinfda o'qiysiz. Shunga doir sizga scholarshiplar chiqib keladi. Lekin tavsiya qilinadi 11-sinfda bo'lsangiz 12 ni belgilavering. Chunki baribir bitiruvchisiz, o'sha narsa muhim. GPA masalan ballingizni kiritishingiz mumkin. Scholarship turi bizga ko'proq merit base kerak aytganimdek, undergraduate uchun ko'proq bachelor's degree va keyin qaysi soha bo'yicha o'qimoqchisiz, bularni ham kiritib ketasiz. Boshida endi kichikroq miqdordagi scholarshiplardan boshlanyapti. Imkon bo'lsa, vaqt bo'lsa qarab ko'raverish kerak kichkinasiga ham, lekin mana bu kattaroq scholarshiplarga harakat qilib ko'raversangiz, bu sizga nima desam bo'ladi, ham vaqtingizni tejaydi, ham ancha-muncha xarajatingizni qoplab ketadi. Buni shundoq ham yaxshi bilsangiz kerak. Biz college search qismini ham ko'rib chiqamiz, hayratga qarshi. Ya'ni qanaqa bu yoqda sizga variantlar berilyapti. Bu yoqda xuddi apply kabi universitetlar 3 xil turga bo'linadi. Birinchisi safety, ikkinchisi match, uchinchisi reach. Reach o'sha qiyin, kirishingiz qiyin bo'lgan universitetlar, foiz juda ham past. Mana bu yoqda aksariyatdan reach tanlaganman. Shuningdek match universities bor, ikkita va bitta safety university bor. Kirish juda ham deyarli juda ham oson. Acceptance rate berilgan, masalan 86%, match bu yoqda 65-39%. Mana shu atrofdagi universitetlar bo'lyapti. SAT natijasi qancha kerak va boshqa ma'lumotlar bu yoqda berilgan. Deylik, University of Washington haqida siz bilan ma'lumot olamiz. Xo'p, yaxshi universitet, ranking jihatdan ham ancha yuqori, 1330 dan 1500 gacha taxminan talab qilinyapti. 84% o'quvchilar bitirib chiqishadi. Admission qabul jarayonlari demak va ko'pchilikka qiziq bo'lgan costs, narxlar, kontraktlar qanaqa bular ham ko'rsatilgan. Lekin kontraktlarni, programmalarni tekshirayotgan vaqtda, hatto grantlarni ham tekshirayotgan vaqtda universitet o'zini grantini veb-sayt orqali ko'rganingiz yaxshi. Ya'ni universitet o'zining ichki veb-sayti orqali ko'rsangiz to'liqroq va tafsilroq ma'lumot bo'ladi. Chunki bu saytlardagi ayrim ma'lumotlar hali yangilanmagan bo'lishi mumkin va universitet veb-saytlari bilan to'g'ri kelmasligi ham mumkin. Shu narsani e'tiborga olib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim bugungi videomizni yakunida. Xo'p, videomiz agar sizga yoqqan bo'lsa, o'zingizga yangi nimadir o'rganib olgan bo'lsangiz, albatta fikrlaringizni izohlarda kutaman. Like bosib qo'ying va bundan keyin qanaqa siz mana shu kanalimizda videolar kutyapsiz, qaysi mavzuda, SAT haqida ko'proqmi yoki universitetlarga topshirishmi? Bu narsani albatta yozib keting, fikrlaringizni bildirib keting. Hammasini men albatta o'qib chiqaman va shunga ko'ra keyingi kontentlarimizni xudo xolasa rejalashtiramiz.